o'zingiz ko'rib turganingizdek avtomobilimizni qismini keyingi gruntovka jarayoniga tayyorlab oldik. Qani, davom etamiz. Xo'sh, demak, gruntovka jarayonidamiz va bu jarayonda biz jahon standartlari bo'yicha 107 pulverizatorlardan ishlatdik va sizga ham shuni maslahat beramiz. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, sintaj nitrosellulozik gruntovkasini ishlatayotgan paytingizda zavod tavsiya etgan aynan shu zavodning razbavitellaridan foydalansangiz, ya'niki misol uchun 200 ml gruntovkaga 100 ml razbavitel qo'shsangiz, siz xohlagan sifatga erishasiz.